Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Xabar kanallarımıza hoş geldinglar. Bugun 6-oyning 11-kuni, tunugun 6-oyning 10-kuni Amerika Cumhuriyet Partiyasining tadqiqot komiteti tarixda mislisiz ko'rilib boqmagan Xitoy hokimiyatiga qarata intayin ig'ir jazo yurgizish loyihasini o'tirib qo'yibdi. Bu jazo loyiha jami 120 bet bo'lib, uning ichida Xitoy hokimiyatiga qarata 45 turlik konkret jazo bekitilibdi. Cumhuriyet Partiyasining tadqiqot komiteti bo'lsa, bir tadqiqot organi bo'lib qolmasdan ham ijroiya organi deb qarasak bo'ladi ekan. Cumhuriyet Partiyasining tadqiqot komiteti 120 nafar Amerika Avam Palatasi a'zolari va Amerika Kengash Palatasi a'zolaridan tarkib topgan ekan. Amerika Cumhuriyet Partiyasi tadqiqot komitetining Xitoyga qarata konkret jazo yurgizish loyihasi Demokratiya partiyasining to'salg'usiga uchirmasa, nihoyat tezlam qonunga aylanib ijro qilish bosqichiga o'tadi ekan. Amerikaning bo'libmi hozirgi vaziyatida, bo'libmi Xitoy masalasi kelganda Demokratiya partiyasi bilan Cumhuriyet partiyasiningki ko'z qarash va fikrlari asosan o'xshash ekan. Shunga bu loyiha 100% to'salg'uga uchirmay, Xitoy hokimiyatini jazolash qonuniga aylanib ketadi ekan. Endi bu 45 turlik jazo loyihasining ichida yangi o'tirib qo'yilgan qonun loyihalar darhol amallashib, Amerika hukumatiga, savdo ministriga qatorliq har xil shakldagi organlarning ijro qilishiga topshirilib, Xitoy davlatiga keng ko'lamlik jazo yurgizdi ekan. Amerika Davlat Majlisining tasdiqlashiga sungan bu qonun loyihasida Xitoyning Janubiy dengiz va Xitoyning Sharqiy dengizini ichiga olgan jazo yurgizish loyihasimi bor ekan. 5G va davlat bexatarlik qonuni, oliy maktablarni qo'g'dashga munosabatlik qonunlar, Amerikadagi chet el paycheklari ishlariga munosabatlik qonunlarni ichiga olgan ekan. Yana uningdan boshqa Amerika hukumatining ijro qilishiga sunadigan xeyli ko'p qonun loyihalar bor ekan. Bo'libmi vatanimizdagi Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsanda qilgan Xitoy hokimiyatiga yurgizadigan jazo qonun, Tibetlarning kishilik huquqi, Hong Konglarning kishilik huquqiga tajovuz qilgan Xitoy hokimiyatiga jazo yurgizish, ya'ni Uyg'ur, Tibet, Hong Kong qatorliq rayonlardagi Xitoy amaldorlariga jazo yurgizish, ya'ni qo'li Uyg'urlarning qiniga bo'yalgan Xinjiangga jazo yurgizish, Hong Kongda qirg'inchilik yapgan Shabaolonga jazo yurgizish, ya'ni Xanjingga jazo yurgizish, Xitoyning doimiy komitet darajasidagi amaldorlarga jazo yurgizishdek tadbirlarni olib boradi ekan. ismi atalmagan bir qism Xitoy amaldorlarining hammasini tartib bilan tizimlab yezib chiqadi ekan. Yana bir modda bo'lsa, Xitoyning butun amaldorlarini, harbiy xodimlarini, ularga munosabatlik urug' tuqqanlarining hammasini Amerika davlatiga kirgizmaslik, ularga viza bermaslik qatorliq mazmunlarni ichiga oladi ekan. Amerika savdo ministrining ijro qilishiga sunadigan vatanimiz Sharq Turkiston, Uyg'uristonda ishlangan har qanday mahsulotlarning chet elda setilishi, Amerika bozoriga kirishini cheklaydi ekan. Cumhuriyet Partiyasininki bu 120 betlik qonun loyihasining ismi Amerika davlat strategiyasini qo'g'dash, qo'shimcha ismi Amerikaning dushmaniga taqobil turish deb ataladi ekan. Bu sunilgan qonun loyihasining mazmunining ichida Xitoy davlati bo'lsa Amerikaning eng cho'ng tahdidi, Xitoy davlati bo'lsa Amerikaning eng kuchlik dushmani, Amerika davlati cho'qim taqobil turish kerak degan mazmunlar yozilgan ekan. Bu qonun loyiha asosan ikki cho'ng mazmunga bo'linadi ekan. Bir xil mazmuni bo'lsa, Xitoy hukumatiga nisbatan qandaq tadbir va chora usullarni olib berish. Yana bir xil mazmuni bo'lsa, Xitoy davlatininki kuchi Amerika davlatining bulung pushqoqlariga qadar qandaq singib kirgan. Endi birinchi mazmuni bo'lsa, Xitoy davlatiga qarata ilib boradigan tadbir, usul, chora va Amerika davlatining strategiyasi qatorliq mazmunlar bo'lib, bu Prezident Trump taxtiga yangi chiqqan vaqtidagi Xitoy davlatini raqobatchi degan hukmga faqatla o'xshamaydi ekan. Prezident Trump ayni vaqtida
Xitoy davlati Rossiya davlatini Amerikaningki raqobatchisi deb qaraydi ekan. Endi bo'lsa Xitoy davlati Amerikaningki eng kuchli dushmaniga aylanib, Amerika davlat strategiyasining muhim bir masalasiga aylanibdi. Endi Xitoy davlatining qarqollari Amerikaga qandoq singib kirgan va Amerikaga qandoq tajovuz qilgan mazmunlarni tushuntirib, Amerika iqtisodiga qandoq tajovuz qilgan, ahli mol-mulklarga qandoq tajovuz qilgan, rayon xarakterlik masalalarga qandoq ta'sir kuchini ko'rsatgan, bo'libmi Xitoyning Janubiy dengiz masalasi, Tayvanga qandoq tahdid qilgan, bo'libmi vatanimizdagi Uyg'urlarga inson qalbidan chiqqan qandoq harakatlarni ilib berayotgan, Tibet xalqiga qandoq zulm qilayotgan, Hong Kong rayoniga qandoq inson qalbidan chiqqan qirg'inchiliklarni ilib berayotgan, bir yo'l bir balvoq strategiyasi deb Yevropa davlatlariga qandoq tahdid ko'rsatayotgan qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan ekan. Bo'libmi Amerika davlatining alohida diqqatini olgan Xitoy davlatining birlik sab organi ekan. Xitoylar Tongjanbu deydi. Bu Xitoy davlatiningki birlik sab organi Amerika davlatining jamoat fikriga qandoq ta'sir ko'rsatayotganligi, Amerika xalqiga har xil shaklda tashviqotni ilib berayotganligini, Amerika davlati burun bu masalalarga ancha e'tibor bermaganligini, bu qitim bu qonun loyihaning ichida Xitoy davlatining birlik sab o'rnining masalasini alohida muhim nuqtaga olgan. Bo'libmi Xitoy davlatiningki birlik sab organi Amerika davlatida har xil tashviqotlarni yeb berib, bir qism odamlarni setib olish, iqtisod orqali bir qism odamlarni o'ziga qartib olish, Xitoyning yumshoq kuchini Amerika davlatiga singdirish, undan boshqa jasuslik xodimlarni bixlandirish. Amerika davlati yillardan beri biladiğini Xitoyning bexatarlik organi, jasuslik organi bor deb biladigan to'q. Hech zamonda Xitoy davlatining birlik sab organining bu darajada haddidan ziyoda tashqari jasuslik organini yetishtirib qolmasdan universal bo'lgan bir vahshiy qabih organligini endi his qilibdi. Mana mushu masalani Amerika Cumhuriyet Partiyasining tadqiqot komiteti bu masalani alohida bir muhim masala deb Xitoy davlatining birlik sab organiga taqobil turadigan maxsus yangi bir organning qurilishini talab qiladi ekan. Endi bu loyihaning asosli konkret tadbirlari bo'lsa, asosan 3 bo'lakka bo'lindi ekan. 3 cho'ng bo'lak orqali 45 turga bo'lingan asosli mazmunlarni o'z ichiga oladi ekan. Xitoy hokimiyatiga yurgizdigan bu 45 turlik jazo Xitoyning zulmiga uchragan insonlarni intayin xo'shal qilib yetir ekan. Jazo loyihasining birinchi bo'ligi bo'lsa, savdo jasusligi, ahli mol-mulklarni o'g'irlash qatorliq mazmunni ichiga olgan 21 turlik modda bor ekan. Bu 21 turlik moddaning ichida asosli 7 cho'ng moddaning mazmuni mundaq ekan. Birinchisi, Amerika chet elning egilik huquqi kechirim qilish qonuniga tuzitish kirgizdi ekan. Demak, bu qonun orqali mening o'zimning tushunchasi bir davlatning mustaqil bo'lishi, mustaqil bo'lmasligini Amerika davlati belgilaydi degan gap. Chet el egilik huquqi kechirim qilish qonunini tuzitish orqali boshqa davlatlarmi Xitoy hukumati ustidan arz qilish huquqiga ega bo'ladi ekan. Ikkinchi cho'ng mazmun bo'lsa, oliy maktablarni qo'g'dash mazmuniga ega qonun ekan. Bo'libmi chet el o'quvchilari Amerikaning oliy maktablariga singib kirish va ahli mol-mulklarini o'g'irlash jinoyatining oldini olish qonun ekan. Uchinchi nuqta bo'lsa, Xitoy hukumatining amaldorlarini, harbiy xodimlarini va ularning oila tabobat urug' tuqqanlarini Amerika davlatiga kirgizmaslik va ularga viza berishni to'xtatish. Sababi bu Xitoy amaldorlari, harbiy xodimlari va ularning urug' tuqqan kuchuklari Amerikaga kirib, har xil jasuslik harakatlari bilan shug'ullanib, Amerika davlatining manfaatiga og'ir ziyon soladi ekan. Bu bek muhim bir ish ekan. Burun bunda ahvol ko'rilib boqmabdi ekan. Xitoy hukumatiga ishlagan har qanday amaldor hamda Amerika davlatiga kirolmaydi ekan. Hatto urug' tuqqanlarini o'z ichiga oladi ekan. To'rtinchi nuqta bo'lsa, Amerika davlatidagi har qanday shirkat cho'qim Amerika bexatarlik organi bilan munosabatni bog'lash. Amerikaning Xitoy bilan chetishlik har qanday shirkatlari o'zining moliya hisobini Amerika savdo ministriga ochiq qilib ko'rsatish.
Beshinchi nuqta bo'lsa, Amerika davlatidagi Xitoy shirkatlari Xitoy hukumati bilan bo'lgan munosabatini ochiq-oshkora bildirib, ochiq moliya hisobi bo'lish. 6-nuqta bo'lsa, Amerikadagi chet el paychek shirkatlari mas'uliyatni o'z ustiga olish, javobgarlik qonunini tuzib chiqish. Bu demak, Amerika davlatida qurgan Xitoy davlatining paychek shirkatlari qanday qoida tuzumga rioya qilish, qanday qonuniy mas'uliyatni ustiga olish qatorliq mazmunlarni ichiga olgan qonun tuzum bekitib chiqish. 7-nuqta bo'lsa, 5G bexatarlik qonunini tuzib chiqish. Bu yangi chiqqan 5G texnikasi Amerika davlatining bexatarlik sohasiga munosabatlik bak mo'yin bir ish bo'lib, buning bexatarlik qonun va tadbirlarini yo'lga qo'ydi ekan. Hamda ikkinchi cho'ng bo'lak bo'lsa, bo'libmi Xitoy davlatining Amerikadagi siyosiy ta'siri va yolg'on safsata tashviqotlari, bo'libmi Xitoyning birlik hisob xizmatiga munosabatlik yumshoq kuchlariga tadbir qo'llanish. Amerika hukumati maxsus bir organ qurib, Xitoy davlatining birlik hisob organiga tadbir qo'llanish. Bu xizmat Amerika hukumati uchun intayin muhim ekan. Ikkinchi turi bo'lsa, Amerika davlatining aqli ambiri organi. Amerika davlatida mavjud bo'lgan kirim qilmaydigan organlar boshqalar tarafidan yordam qilgan yordam so'misi agar 50 mingdan oshsa, cho'qim Amerikaning aql ambar organiga doklad qilish kerak. 3-nuqta bo'lsa, Amerikadagi oliy maktablarga Xitoy davlatining yumshoq kuchining singib kirishining oldini olish. 3-nuqta bo'lsa, kishilik huquq va xalqaro organ masalasi. Bu mazmun intayin salmoq o'rnini oladi ekan. Bo'libmi Uyg'urlarning, Tibetlarning, Hongkongliklarning kishilik huquq masalasiga munosabatlik Xitoy davlatiga keng ko'lamda jazo yurgizish. Bo'libmi Uyg'ur masalasi kelganda jallod Chingchangoning ismi alohida ilinibdi. Hatto Chingchangoga munosabatlik butun urug' tuqqan kuchuklardan tortib jazo yurgizdigan ham ularning Amerikaga kelishini cheklaydi ekan. Hatto bu ablahlar Amerikaning ittifoqdosh davlatlariga bosimi darhol qo'lga oladigan. Bo'libmi mush mazmunga munosabatlik turlar intayin ko'p ekan. Hong Kongga munosabatlik Xitoy amaldorlari, Tayvanga munosabatlik Xitoy amaldorlari degandek. Shangang masalasi kelgan chaqda Xitoy davlatining siyosiy byurosi ichidagi Xanjing degan Xitoyning ismi alohida ilinibdi. Üçüncü bir nokta bo'lsa, vatanimizda ishlab chiqargan har qanday mahsulotlarni chet davlatlarga eksport qilg'izmaslik, Amerika davlatigami kirgizmaslik. Bunday bir qonun chiqarishlik sabab vatanimiz Sharq Turkiston, Uyg'uristonda ishlab chiqargan mahsulotlarning hammasi Uyg'ur xalqimizni Xitoy hukumati lagerlarga so'lab, shu lagerlarda ishlab chiqargan mahsulot deb qaraydi ekan. Onun ustiga xalqaro qonundimi turmadagi mahbuslarning ishlab chiqargan mahsulotlarni chet elga eksport qilish cheklandi ekan. Oxirgi bir tur bo'lsa, Xitoy davlati bilan munosabat qurgan har qanday xalqaro tashkilotlarning iqtisodiy yordamini azaytib etish yoki to'xtatish. Masalan, hozir Xitoy davlati bilan munosabat qurayotgan xalqaro sahiya tashkiloti va undan boshqa xalqaro Interpol tashkilotlari va mushunga o'xshaydigan tashkilotlar Xitoy davlati bilan munosabati bo'ladi ekan, u xalqaro tashkilotlarning iqtisodini to'xtatib etish yoki azaytish. Undan boshqa Amerika davlat mudofaa ministri Amerika davlatidagi ma'lum shirkatlarning Xitoy armiyasiga munosabatlik mahsulot ishlab chiqaradigan shirkatlarni ochiqlashtirish. Bunda aytganda Xitoy armiyasiga munosabatlik Amerikada xili jiq shirkatlar bor ekan. Bu shirkatlarni Amerika davlat ministri Amerika hukumatiga bildirish va bu shirkatlarga jazo yurgizish. Eng oxirgi muhim bir qonun tadbiri bo'lsa, Xitoyning Janubiy dengiz va Xitoyning Sharqiy dengiz rayonlariga jazo yurgizish. Chunki Xitoy davlati Xitoyning Janubiy dengiz va Sharqiy dengiz rayonlarida kengaymichilik qilayotgan va tajovuzchilik qilayotgan qilmishlari sodir bo'ldi. Hamda buningga munosabatli qonunlar tasdiqlansa, Xitoy armiyasi Janubiy dengizda va Sharqiy dengizda harbiy kuchini namoyon qilsa, u chaqda Amerika armiyasining zarbisiga uchraydi ekan. Bugungi eng yangi muhim bo'lgan qisqa xabarimiz tugidi. Hammanglarning qimmatli vaqtinglarni chiqarib, anglab berganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.